Kun uzayıp ketdi de tankasa ham oltinlik pulga rosa qo'ydi. Yozda Saraton kunlarida soat 3:30da bomba to'qilyapti. Alloh suygan bandalar, Alloh o'zi uyg'otib qo'yayotganda eng bombangiz yo'q. Ikkiga bitib turib, bombada 10 minut, yarim soat oldin turib, holatlarni olib namoz o'qidi. Ushbu safarga ham Alloh suygan bandalarini minglagan odamlarning ichidan, millionlagan ichidan ana shu sizlarni Alloh taolo shunday sug'urib olib kelib shunga o'tkazib qo'ydi-da bugun. Bu hazilakam gap emas. İnşallah biz Cidde shahriga tushamiz. Sizlar 26-Chistor kuni tushadigan hoji opalarimiz Cidde shahriga tushamiz. Va Cidde shahridan biz qayerga boramiz? Madina-i Munavvaraga boramiz. Madina-i Munavvaraga nimaga boramiz? Maqsadimiz nima? Rasululloh alayhivasallamni ziyorat. Rasululloh alayhivasallamga salom berdik. Eng asosiy maqsadimiz shu, to'g'rimi? Madinani hurmat oqlari emas.